Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Sizlar bilan uzoq muddatli tanaffusdan keyin navbatdagi vertikal shakldagi YouTube videosini ko'rib turganimdan bag'oyatda mamnunman. Agar sizga videoyim endi chiqishni boshlagan bo'lsa, o'zimni tanishtirib o'taman. Ismoilbek Rustambekov, Landschaft sektori dendrolog va shaharsoz hisoblanaman va aynan mana shu o'simliklar dendrologiya sohasida 5 yildan beri faol tadqiqotni amalga oshirib boraman. Orada albatta o'qish, ish va karyera sababli videolarda uzilishlar ham bo'ldi. Bugun sizlarni e'tiboringizga mana shu Malus Royal Beauty o'simligi haqida ma'lumot berish nasib qilgan ekan. Sizlar bilan hozir mana ekran qarshisida mana shu telefon orqali ko'rishib turibmiz, YouTube'da ko'rishib turibmiz. Demak, bugun men sizlarni mana shunaqangi chiroyli, noodatiy bo'lgan Malus Pendula Royal Beauty o'simligi bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Ushbu o'simlik bilib turganingizdek, Malus bu olmalar oilasi hisoblanadi va Malus domestica bu домашняя deb tarjima qilinadi rus tilida. O'zimizni sodda til bilan aytadigan bo'lsak, mana shu an'anaviy olma, faqat dekorativ manzarali turi. Demak, bular juda ham chiroyli dekorativ xususiyatga ega. Mana shunaqangi pendul, ya'ni plakuvchi, yoyilib osilib o'sadigan xususiyati bor va bunaqangi mevachalari uchun albatta buni sevib ekishadi. Hamma Yevropada ham, o'zimizda ham oxirgi paytlarda juda ham ko'plab ekilyapti. Bularni siz shahar landshaftida, bog' parklarda uchratgan bo'lishingiz tabiiy. Sababi aytgandek, maksimal darajadagi dekorativlik xususiyatiga ega. Erta bahor kelishi bilan juda ham chiroyli pushti va siyoh rang aralash rangda gul beradi va gullari to'kilgandan keyin mana shunaqangi zarg'aldoq qizg'ish rangdagi barglarini chiqaradi va shu barglari bilan butun yoz davomida sizni ko'zingizni quvnatadi va kuzga kelib mana shunaqangi noodatiy mevalar tugadi va bu mevalari bo'lsa o'simlikni yana ham manzarali xususiyatini oshiradi. Va bular mana shunaqangi tanasi shtampga o'xshatib yakka tanani tepasidan teskariga o'sadigan qilib parvarish qilib payvand qilinganlari sizni bog'ingiz dekorativligini oshirib beradi. Lekin kuz mavsumi kelganda albatta bu o'simliklarni alohida parvarish qilish kerak bo'ladi. Nega? Chunki ko'rib turganingizdek sekastriklar barglari to'kilyapti va mevachalari qoladi. Mevachalari iste'molga yaroqlimi, yaroqsizmi degan savol tug'iladi. Mevachalari odatda faqatgina qushlarga, hayvonlarga, shu hayvonlarga ozuqa bo'ladi, ozuqa vazifasini bajaradi. Shuning uchun ham Yevropa mamlakatlarida bilasizlar, tabiat bilan hamnafas yashashadi va tabiatdagi hayvonlar qiynalmasligi uchun aynan mana shu o'simlikning mevalarini iste'mol qilsin deb ekishadi. Va ko'rinib turibdiki, biz ulardan shu yaxshi tarafini o'rnay olib, o'zimizni mahalliy, o'zimizda yashaydigan turli xil mana shu qishda uchib keladigan qushlar bo'ladimi yoki Toshkent shahrida yoki o'zimizni mamlakatimizda yashaydigan qushlar bo'ladimi, mana shu qushlar uchun ozuqa vazifasini o'tashi ham bitta plyusi. Mana shundan foydalanib qushlarimizni asrashga hissa qo'shishimiz mumkin. Quyoshli yarim soya joyga ekib parvarish qilasiz bularni va kuz paytiga kelganda alohida parvarish qilish kerak deganim, ya'ni qishki mavsumga tayyorlash. Ko'rib turibsiz, bu o'sgan, chiroyli shaklga kirgan, lekin shu bilan bir qatorda buni shtamp ostki qismidan ham ortiqcha shoxlari o'sgan. Agar sizda ham nafaqat ushbu Malus o'simligiga o'xshagan o'simlik, balki boshqa o'simlik bo'lishi ham mumkin, shunaqa shtampidan barglar o'sib chiqqan bo'lsa, eng avvalo ularni kesib tashlashingizni tavsiya qilaman. Sababi o'simlikka ketadigan asosiy ozuqa bularga ketib qolishi mumkin. Hozir mana sekan-astalik bilan kesishni boshlayman. Mana hozir kamerani 2x ga qo'yganman. Aynan mana shu o'simligimizni tuvak qismiga to'g'rilab qo'ydim. Bu oson. Misol uchun tuvakni yerda tasavvur qiling va tanasidan shunaqa o'sib chiqqan deb hisoblaylik. Demak, taqab o'simlikni tanasiga taqab turib, mana shu ortiqcha o'sgan hamma shoxlarini birin-ketin kesish tavsiya etiladi. Hattoki tavsiya emas, talab etiladi. Mana bu aytganimdek butun ozuqani o'simlikdan o'ziga tortib olishi mumkin. Bu esa juda ham o'simlikni sust rivojlanishiga, hattoki qurib qolishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun agar shtamp shaklli o'simlik parvarish qiladigan bo'lsanglar, har doim o'zinglarni qaydnomalarga, eslatmalarga, ya'ni zametkalarga shu narsani yozib olinglar. Mana tanasini har doim tozalab turish kerak bo'ladi. Mana
Mevalari ham sizlarga ko'rinyapti, juda ham chiroyli. Do'stlar, katta darajada. o'simlik bo'lganligi uchun aynan plashatkamizni o'zida turibdi. Shu sotuv plashatkamizda, o'sha plashatkamimiz o'zida formirovkasini qilyapman, shaklini beryapman. To'liq ko'rinishi uchun mana orqasiga o'tib o'zim buni ko'rsatib o'taman shoxlarini. Mana. Demak, kuz paytida bu o'simliklarimizni ozgina uchlaridan kesib qo'yish kerak bo'ladi. Qaysi uchlardan? Mana shu hosillari tugagan joydan ozgina qoldirib, qiyshaytirib, qalamcha shaklda kesib qo'yish yaxshi samara beradi. Nega? Chunki mevasini baribir terib olmaymiz. Mevasi chiroyli, manzarali bosilib turaveradi. Qushlarga ozuqa bo'lgandan keyin bemalol mana shu shoxlari tanasidan sekin mevalari bo'shaydi. Natijada sekerakli bo'lgan shoxlari, qatlamlari qoladi. Ortiqcha qiyshayib o'sgan shoxlari o'sha ko'rasiz, tekshirib, sanitar tozalovdan o'tkazasiz. Sizga kerakli bo'lgan asosiy shoxlarini olib qolasiz. Va qiyshaytirib kesish muhim. Chunki bu o'simligimizni qanaqa qilib qishlashi, yaxshi qishlashiga va qaysi tarafga o'sishiga bog'liq. Ya'ni qaysi tarafga qiyshaytirib kesadigan bo'lsangiz, o'sha tarafga teskari qismga qarab o'sadi. Demak, bularni mana kesib olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimiz? Yaxshi, rahmat. Va ortiqcha shoxlarini barglariga ham qaraysiz. Barglari ham turgan bo'lsa, agar to'kiladigan bo'lsa, silkitib to'ksangiz bo'ladi yoki o'zi to'kilganini tavsiya beramiz. Agar mevasi shox bo'ladigan bo'lsa, mevasi shoxlarini siz o'zingizga qarab turib qattiq shoxlatishni xohlasangiz, o'sha qismdan kesib tashlaysiz. Mana bu yerda singan shox bor ekan, hozir singan shoxini ham kesib tashlayman. Mana. Bu orada singan shoxlarini kesib tashlash muhim, chunki bu sanitar tozalashga kiradi. Bu qismda zararlanganligi uchun o'simliklaringizga har xil hasharotli bakteriyalar in qurib olishi mumkin. Shuning uchun shu joyda ehtiyot bo'ling. Sanitar tozalashdan o'tkazayotganingizda aynan shu narsasiga e'tibor berasiz. Qaychilaringizni spirtda tozalab, keyin kesishingizni tavsiya qilaman. Xo'sh, mana bu yerda shoxi qiyshiqroq o'sgan ekan, shuning uchun bu qismni olib tashlaymiz. Mana ko'rib turibsizki, siz bilan birinchi bularni o'sha ortiqcha shoxlarini sanitar tozalab kesib oldik va hamma narsasini o'z joyida, me'yorida qilib oldik. Mana ko'rsak bo'ladi endi. Juda ham chiroyli, o'zim mevalari bilan chiroyli bo'lib turibdi. Demak, aziz bog'sevarlar, sizlar bilan hozir ma'lusi kesadigan joylardan o'tdik. Endi sizga hozir o'tib ketishim kerak bo'lgan ma'lumotlar bor. Qanaqa? Kuz mavsumida bu o'simligimizni qishga tayyorlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bilasiz, qish sovuq bo'ladi va o'simliklar quyib ketgan bo'ladi. Lekin shunday bo'lsa ham, o'simliklarimizda biroz bo'lsa ham tagida ozuqasi bilan va maxsus komposti bilan bo'lishi kerak. Demak, qanaqa ozuqa berish kerak? Kuz mavsumida bular mevali o'simliklar bo'lganligi uchun bemalol organik o'g'itlardan berishingiz mumkin. Faqat bunda chirigan go'nglardan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Yaxshilab e'tibor bering, go'ng chirigan bo'lishi kerak va aynan shuni tuproqning atrofiga mo'ljallab solasiz. Keyin bo'ladigan bo'lsa, agar o'simligingiz ochiq joyda ekilgan bo'lsa va birinchi yil ekilgan bo'lsa, bularni tanasini sovuq urmasligi uchun agro materiallardan foydalanib, ya'ni agrotikan deymiz, spam montlardan foydalanib turib tanasini o'rab qo'yishingizni tavsiya qilaman. Undan tashqari, albatta mulchalashda bilasiz, maxsus somonlar, qipqilar bilan birgalikda taglarini yopib qo'yishingiz mumkin. Lekin mulcha sifatida o'zini barglaridan foydalanmang, boshqa o'simliklarning ham barglaridan foydalanmang. Sababi ularni bargida o'sha boshqa bir zamburug'li yoki bakteriyali kasalliklar bo'lishi mumkin, ya'ni hasharotlarning tuxumlari ham bo'lishi mumkin. Shu sababli imkon qadar somon yoki kompost yordamida taglarini bemalol mulchalab qo'ysangiz bo'ladi. Shunisiga e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Demak, sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlar shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Zaxirda Flowers pitomligimizni YouTube sahifasini bemalol kirib tomosha qilsangiz bo'ladi. U yerda juda ham ko'plab o'simliklar dunyosiga oid bo'lgan ma'lumotlar bor. Shu ma'lumotlar bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi va pitomligimizga kelib tashrif buyurib, mana shunaqa chiroyli o'simliklarni xarid qilsangiz bo'ladi. Hozirda mana shu Malus o'simligi ham sotuvda ketyapti.
narxini bilish xohlasangiz kommentariyada ma'lum deb yozib qoldirsangiz bo'ladi. Shundan bilib men sizga bular narxini aytib o'taman. Pitomligimiz har kuni soat 9 dan kechqurun 6 ga qadar o'z faoliyatini olib boradi, lekin kun qorayganiga e'tibor bering. Kun qorayganda o'simliklarni ko'ra olish imkoniyatiga ega bo'lish uchun kun qorayishigacha kelib pitomlikdan o'simliklarni tanlab olib ketsangiz bo'ladi. Sizlar bilan Ruslanbekov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.